Assalomu alaykum Termiz uy bozori aziz obunachilari, sizlarga Termiz shahri Yashil dunyodan 9 qavatli yangi g'ishtli uylarning ikkinchi qavatda umumiy maydoni 83 kvadratni tashkil qilgan 3 xonali yevro remont uyimiz sotuvda. Hozir men uyimizning kattagina mehmonxonasida turibman. Ko'rib turganingizdek, aynan o'sha mehmonxonasidan Yashil dunyo majmuasini ko'rishingiz mumkin. Juda lokatsiyamiz qulay joydan bo'lyapti. To'liq remontdan chiqarilgan aziz obunachilar, aynan Yashil dunyodan bizdan variant so'ragan obunachilarimiz ko'p edi. Ushbu video siz uchun. Videomizga hozirdan bitta like tugmachasini bosib qo'ying, uyimizni to'liq ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Katta mehmonxonadan chiqishimiz bilan kattagina koridor ko'rib turganingizdek, koridordan kelishimiz bilan o'ng qo'limizda ota-onalarimiz uchun spanli xonasi ko'rib turganingizdek, aboylari qilinib, notajniy patologlar barchasi remontdan chiqarilib qo'yibdi. Bundan keyin esa ikkinchi xonasi va ikkinchi xonasidan aynan ayollarimizning sevimli xonasi bo'lgan oshxonasiga o'tishimiz mumkin. Aynan oshxonasidan ham Yashil dunyo majmuasi ko'rinib turadi. Ikkinchi qavatdan bo'lyapti. Lokatsiyasi juda yaxshi joydan aziz obunachilar. Keling. Kelishimiz bilan kattagina xo'l, chap qo'limizda dushovoyi ko'rib turganingizdek oxirgacha remontdan chiqarilib, to'liq kafillangan. Bundan keyin esa hojatxonasi. Hozir 660 million so'm deb baholadik. Yanada kelishadigan joylari mavjud. Batafsil ma'lumotni olish uchun pastda raqamlar ko'rsatilgan, bemalol telefon qilib bog'lanishingiz mumkin.